Tikuv korxonalarida ko'pincha shunaqa narsa uchraydiki, tikuvchilar aytadi, "Men arzon operatsiya tikmayman, menga qimmat operatsiya ber" deb yoki qimmat operatsiyalar bilan ya'ni talashib o'tirishadi. "Men tikaman deb". Haqiqatdan ham arzon operatsiya tikayotgan odam kam pul ishlaydimi? Ko'rib chiqamiz. Endi qarang, bizda arzon ko'ylak bor. 10 ming so'm deb belgilandi va unga ketadigan vaqti 15 minut ketar ekan va qimmat ko'ylak 20 ming so'm 30 minut ketar ekan. Vaqtga taqqoslamasak bo'lmaydi, chunki hamma narsa vaqtga bog'liq bo'lib qolyapti. Ish kuni 7,5 soat deb oldim, chunki 8 soat odatda ishlashmaydi, 7,5 soat konkret real bir holat bo'ladi. Ya'ni minutga o'tkazdim, 450 minut bo'ldi. Va bu yerda mana 450 minutni 15 minutga bo'laman, 30 ta ko'ylak chiqadi. 450 minutni 30 minutga bo'laman, 15 ta ko'ylak chiqadi. Ya'ni qimmat ko'ylakdan 15 ta, arzon ko'ylakdan 30 ta ekan. Puli bir xil chiqyapti. Mana 30 ta 300 ming, 15 ta 300 ming chiqyapti. Endi qarang, oyiga 7,5 million so'mdan chiqyapti. Bu degani arzon operatsiya tikayotgan odam qimmat operatsiya tikayotgan odam bilan deyarli bir xil ishlashyapti. Deyarli emas, bir xil ishlashyapti. Endi bu yerda yana bitta jihati bor, ko'pchilik e'tibor bermaydigan jihati bor. Bu yoqqa qaraymiz. Arzon ko'ylak tikkan odam borgan sari tezlashadi. Masalan, bitta narsani qaytaravergandan o'zi avtomat bo'lib qoladi. Ya'ni 30% gacha samaradorligi oshadi. 30% degani bu masalan 7,5 million so'm olib turgan odam bir oydan keyin 9 million so'm olib boshlaydi. Ya'ni bir xil narsani qaytaravergandan. Shuning uchun ham tez xulosa qilishga shoshilmaslik kerak. Izohda yozib keting, sizlarda qanaqa muammolar bo'lgan.